Xitoy doiralari ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonda islomga bo'lgan madaniyat qirg'inchiligi va dushmanligi davomlashmoqda. Sharq Turkistonning Qashqar shahridagi bir qadimiy masjid ko'ngil ichish markaziga aylantirildi. Egilinishcha, Türk dunyosining muhim shaharlarining biri bo'lgan Qashqardagi Ko'ktat bozori masjidining ko'ngil ichish markaziga aylanganligi ma'lum bo'ldi. Qrim xabar agentligi guruhi agashgan Xitoydagi ijtimoiy aloqa hisoblarida ham bakirlangan suratlarda Xitoy sayohatchilar ko'ngil ichish markaziga o'zgartirilgan qadimiy masjidda suratga tushgan. Ilgari New York vaqt gazeti tarafidan Qashqar O'rda oldi masjidining qovoqxonaga o'zgartirilganligi isbotlangan. Indoneziya musulmon muxbirlar qarindoshlar jamiyati turli besimlarga qaramasdan Amerika Uyg'ur tadqiqot markazining mas'uli Abdulhakim Idris tarafidan yozilgan va indoneziyachaga tarjima qilingan Xitoyning islom dunyosini mustamlik qilishi va Uyg'ur qirg'inchiligi nomli kitob haqida suhbat yig'ini o'tkazdi. Bu faoliyat 3-oyning 16-kuni shanba Sharqi Jakartadagi bir zalda iftor vaqtida o'tkazildi. Kitobning avtori Abdulhakim Idris bu suhbat yig'inida so'z qildi. Ondan kitobning tarjimoni Imom Sufyan va peshqadam jurnalistlar bilan birlikda Sharq Turkistonni ziyorat qilgan Bakosi Islom markazining bosh kotibi Amin Idris so'z qildi. Amerika amaldorlari Kanadani majburiy emgak kuchi orqali ishlab chiqarilgan Xitoy mahsulotlarini birlikda cheklashga chaqirdi. Amerikaning davlat bexatarlik va kishilik huquq ishlariga mas'ul muavin tashqi ishlar ministri Ozra Zia 12 fevral Kanada yer shari va pochta gazetining ziyoratini qabul qilganda Kanada hukumatiga Uyg'ur majburiy emgaki haqida chaqiriq qilib mundaq dedi. Amerika Uyg'ur va Tibetlarning majburiy emgak kuchi orqali ishlab chiqarilgan Xitoy mahsulotlarini import qilishni cheklash uchun Kanada va boshqa ittifoqdoshlar bilan aktiv suhbatlashib, kuchli tadbir qo'llanishga tayyor. Rossiyada o'tkazilgan prezident saylovida hech qanday hayron qolarlik ish bo'lmadi. Rasmiy bo'lmagan natijaga qaraganda Vladimir Putin saylovda g'alaba qildi. 3 kunlik bilet tashlash natijasida bilet tashlash natijasi qarta ilib berilgan anketga asosan taxminan 88% biletga erishgan Putin 5-qatim prezidentlikka saylandi. Rossiya Markaziy saylov komitetining raisi Illa Pamfolieva Rossiya davlat televiziya stansiyasiga bergan bayonotida hozirga qadar 30% bilet sanaldi. Putin 87,97% ovozga erishdi dedi. Xitoyning Sichuan o'lkasidagi o'rmon rayonida yuz bergan va texnik kontrol ostiga elinmagan o't ofati sababidan taxminan 3400 odam bu rayondan tarqoqlashtirilgan. Doiralar tunugun Ganzi Tibet avtonom rayonining Yachiang bozoridagi o'rmon rayonida boshlangan o'tning kuchli shamol sababidan tarqalganligini, 11 bozordan taxminan 3400 kishining tarqoqlashtirilganligini bildirgan. Türkiye 18 mart Çanakkale zafarining 109 yilligini qizg'in tabrikladi. Urush yuz bergan Gallipoli yarim orolida va Turkiyaning har qaysi joylarida xotirlash murosimi o'tkazildi. Faoliyatlarda vatan uchun jinni fido qilgan shahidlarni xotirlab sukut tutildi. Minglagan fuqarolar, yoshlar va yashanganlar shahidlarning qabristonligini ziyorat qildi va ajdodlarining qahramonliklarini eslash faoliyatlariga qatnashdi. 3-oyning 18-kuni Çanakkale g'alabasi Türk millatining ittifoqligi va ularning mustaqillik qizg'inligining mangulik ulgusi sifatida tarix batlariga yozildi.